Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun bir ishimiz Xorazmda Urganchda bo'ldi. Shovot bo'yida mangalimiz tushdi. Bu yoqqa 120 talik qozonimiz tushdi. Buni mo'risi bu manga ulanib ketdi. Bu yoqda 80 talik qozonimiz, 30 talik qozonimiz. Bu yerda gaz plita bo'ladi. Bu yerda moyka bo'ladi, xudo xolasa. 560 ga 3 metr joy tushdi shu xudo xolasa. Qator ko'rsaking sizlarga beramiz inshaalloh. Bakatosuna versin de, dohadin, nakajay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Bakır bir tane. Yanlış ne yapayım? Dohadin. Şimdi 30'ımızı sınavlayalım. Görünüyor mu? Ortadan. Mangalın resmini versem biliyorlar. Görünüyor mu? Şula kaynadı. Ne yapıyorsun? Kolum şöyle sayayım. Şula kaynadı. Yoqqanimizga 5 minut bo'ldi. Endi katta qozonsini beramiz. Katta qozonim. Ko'ryapsizmi? Yetishamiz. Uçalarını. Çalışmayı mı? Tatar ko'ryapsizmi? Endi bu 70% bitgan. Shuni hisobiga bu yerga tepaga mo'r qo'yiladi. Примерно yana 2 metr mo'r qo'yilishi kerak. Tumagandan ikkoviga. Shundan keyin yana ham go'zal bo'ladi. Yonishini ham qo'ying. Hammasi suv, par. Boshlanib qo'ydik. Xudo xolasa, o'choqlar javob beriladi. Xudo xolasa, shunday ishning uzoq yillar xizmat qiladi. Inshaalloh nomerlar qo'yib qo'yamiz pastga tepaga. Aloqaga chiqarasiz. Shunaqa chiroyli, joiz bo'lsa uyga burchak. Shunaqa chiroyli bir moslab beramiz. Shu zamonaviy chiroyli qilib xizmat qilyapmiz inshaalloh. Sog' salomat bo'lasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.